Akalar assalomu alaykum, tuzingizlar. Yevropaga 5% kelaman degan akalar kommentariy yozinglar, bir bola yozinglar deb telegramlarga tortib yuboryapsizlar. Ichkalarga gaplash kerak bo'lsa, zeriga ekan bo'lsanglar menga yozinglar, men zeriga o'tiribman akalar. Shopirlar ko'p shuna qilyapti. Mana Yevropada ishlayotgan shopirlar shart qo'yapti, o'tirib olib, mana shu Yevropada ishlayapman deb. Siz og'ziga qarab o'tiribdi aka videoda. Menga 5%ni ketish yo'lini o'rgatar ekan deb jag'iga qarab o'tiribdi. Siz aytmayapsiz uni. Manfaatli video ishlanglar, manfaatli akalar. Aytinglar bilgan narsalarni. O'zingizlar pasletni orqali kelgansizlar. 5%ni men kelganman akalar. Maqtanishga kirib olmasin, bular chumoq demasin. 5%ni menga akalar o'rgatgan, foydasi tekkan akalar bor. Sababchi bo'lgan akalarim bor. Nomer tashlashgan. Men ham nomer orqali kelganman. Men ham nomerlar tashlab qo'yaman. Shu nomerlarga telefon qilasizlar. WhatsApp, Telegram, Viber, barobatlar hamma yo'g'i bor. Chiqib yozaverasizlar. Sizga kerak bo'ladi, o'rischani bilishingiz shart. Muloqot darajasida 100% bo'lmasa, muloqot darajasida o'zingiz ma'lumotingiz bemalol gaplashib aytishingiz kerak, fikringizni tushunishingiz kerak uni. O'rischa bo'ladi faqat. Ilk pasportingiz и pravez. Pravezi Y kategoriya bo'lishi kerak. Y kategoriyani olganingizga 1 yil bo'lishi shart. Ya'ni staj sizga. Akalar, opalar. Opalar ham kelyapti shopirlikka. Shu narsa kerak bo'ladi xolos sizlarga. Nomer tashlab ketaman. Bu nomerlar faqat ash kompaniyalar nomerlari bo'ladi. Sizga ish bermoqchi bo'lgan, приглашение bermoqchi bo'lgan, chaqirayotgan firma nomeri, ishonchli nomerlar. Hali pasletni emas, u pasletnilar akalar kim? Pasletni u o'rtadagi odam, nari kompaniya bilan siz o'rtangizdagi odam. Siz dokumentingizni olib unga beradi, undan приглашение olib sizga beradi, aka $500 bo'ldi deb yo'lab turaveradi akalar. U bular halol bo'lsa, halol bo'lmasa kerak, bilmayman endi. Men shunaqa tushunaman. Pasletnilarga ishim yo'q meni. Shunaqa tushuntirib qo'ydim xolos. Shu narsa kerak bo'lasizlarga xolos. Pasport, prava ursan bilishinglar kerak. Приглашение jo'natar, приглашение bir varaq narsa kelmaydi akalar. 4 ta son, ikkita harf 4 ta son keladi. GLL deb bunday kichkina qisqa sonlar keladi. Uni olib borib biznes centerga o'chirtga qo'yasizlar, bo'ldi. Boshqa ishinglar yo'q akalar. Sizlardan so'rashi mumkin. Spravka so'raydi. Sudlanmaganlik haqida, ajrashmaganlik haqida ulardan olaverasizlar. Jinni emas, psix emas, iflos emas degan spravkani olib apostil qilasiz. Apostil nima? Perevod qilasiz inglizchaga. Perevod qilib, shuni skaner qilib tashlab berasiz WhatsApp Viberdan. Sizga shundan keyin birlashini keladi, birlashinani olib borib o'chirtga qo'yasiz, vizingizni yo VNJingizni olib kelaverasiz. Bosh ish bo'la shart emas. Bosh ortadigan narsalar yo'q akalar. O'zingizlar yugursanglar bo'ladi. Ashnaqa hayp ishlayotgan akalar, hayp ishlamanglar, odamlarga foydalar tegsa, normalniy dangal aytinglar.